Egizaklar burji vakillari, siz juda ko'p narsadan o'tdingiz. Ammo 2026-yil bir haqiqatni ko'rsatadi. Siz endi shamol bilan birga uchadigan odam emassiz. Siz uni boshqaradigan insonsiz. Bu yil sizni o'zingizning eng yorqin versiyangiz bilan tanishtiradi. Tayyor bo'ling. 2026-yil sizga izlab yurgan imkoniyatni o'zi olib keladi. Siz esa bu safar uni qo'ldan chiqarmaysiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Egizaklar burji vakillari uchun eng to'liq va batafsil 2026-yilning munajjimlar bashoratiga xush kelibsiz. Ushbu videoda sevgi, munosabatlar, oila, sog'lik, moliya, biznes, o'qish, ish, do'stlik va ruhiy energiya bo'yicha 2026-yilda egizaklar burji vakillarini nimalar kutayotganini yulduzlar tahlili asosida bilib olasiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Eng muhim oylar, omadli kunlar va ogohlantirishlar aynan oxirida aytib beriladi. Azizlar, bir narsani har doim yodda tuting. Bashoratlar bu taqdir emas. Ular sizga faqatgina ruhiy yo'l yo'riq, ogohlantirish va ilhom manbaidir. Oxirgi qaror va tanlov esa har doim sizning qo'lingizda bo'ladi. Biz uchun esa eng buyuk ishonch Alloh taoloning taqdiri va qismatidadir. Shuni doim eslab qoling. Yulduzlar nima desa desin, agar siz ota-onaning rizosini olib, halol mehnat bilan rizq ortidan yursangiz va duo bilan yashasangiz, Alloh siz uchun hatto tasavvur ham qilmagan eshiklarni ochadi. Aziz do'stlar, sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun videoga like bosing va albatta izohlarda o'z burjingizni yozib qoldiring. Agar siz boshqa burjlarning 2026-yil bashoratlarini ham bilmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Keling, endi 2026-yilning yulduzlar sirlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Egizaklar burji vakillari uchun 2026-yil munajjimlar bashorati. Egizaklar burji vakillari, 2026-yil go'yoki siz yana hayotning zavqini his qilishingiz uchun yaratilgandek. Bu yil sizning shaxsiy serialingizga o'xshaydi. Tezkor montaj, o'tkir dialoglar va kutilmagan burilishlar bilan Yupiter ilhom bag'ishlab, ufqlarni kengaytiradi. G'oyalar, odamlar, o'qish, safarlar bilan bog'liq barcha sohalar jonlanadi. Saturn esa sizga ochiqchasiga emas, ichki sezgi, ichki ovoz, ong osti tarzida ogohlantirib turadi. G'oya zo'r bo'lishi, mas'uliyatsizlik bo'lishi kerak degani emas. 2026-yilning yanvar-mart oylari munajjimlar bashorati. Yil yorqin va yuqori suratda boshlanadi. Miya faol, millionlab fikrlar aylanmoqda va ularning yarmi real loyihaga aylanishi mumkin. Sizni uchrashuvlarga, jamoalarga, kurslarga taklif qilishadi. Hammasi birdan. Muhimi hamma narsani ushlash emas, tanlay olishdir. Sizning homiy sayyorangiz Merkuriy muzokaralar, shartnomalar, taqdimotlar uchun qulay energiya beradi. So'z kuchidan foydalaning. Moliyaviy jihatdan biroz beqaror, biroq istiqbolli. Munozaralarda va sevgida yangi tanishuvlar, yengil flight, biroz tartibsizlik sizga aynan shu yoqadi. 2026-yilning aprel-iyun oylariga munajjimlar bashorati. Yupiter katta o'zgarish qiladi. E'tiborsiz qoldirib bo'lmaydigan takliflar keladi. Bu yirik g'oyalarni boshlash, ko'chish, o'z biznesingizni yo'lga qo'yish yoki orzudagi ishni topish davridir. Axborot, kommunikatsiya, ijod bilan ishlaydigan egizaklar burji vakillari uchun ayniqsa kuchli yuksalish ehtimoli mavjud. Bahor oylarida kimdir oddiy bir gap aytishi mumkin. Siz esa birdan mana shu yo'l ekan deb tushunasiz. Venera romantika, ilhom va sayohatlarni ko'paytiradi. Siz jozibaning cho'qqisidasiz. Undan ongli foydalaning. 2026-yilning iyul-sentyabr oylariga munajjimlar bashorati. Saturn tormozni bosadi. Euforiya ortidan rost sinov bosqichi keladi. Boshqalarning maqtovisiz kimligingizni anglash vaqtidir. Ishda murakkabliklar, jamoada kelishmovchiliklar, muhabbatda tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin. Biroq bu qulash emas, o'sish davridir.
Nerv tizimini asrang, ekranlarga kamroq qarang, ochiq havoda ko'proq yuring. Faqat g'oyalar bilan yashash emas, tanani ham qo'llab-quvvatlash muhimdir. 2026-yilning oktyabr-dekabr oylariga munajjimlar bashorati. Yana o'yinga qaytasiz. Bu safar aniq reja bilan. Yil oxiriga kelib siz endi o'zimni qidiryapman demaysiz. Qobiliyatingiz qayerda daromadga aylanishini aniq bilasiz. Ko'pchilikda lavozim o'sishi, hamkorliklar, mijozlar yoki auditoriya ko'payishi kuzatiladi. Muhabbatda aniqlik keladi. Bu haqiqiy munosabatmi yoki xotirjam xayrlashish vaqti kelganmi? Yupiter yil boshida orzu qilgan imkoniyatingizni qo'lga tutqazadi. Eng yoqimlisi, bu safar siz uni ushlab qola olasiz. 2026-yil egizaklar burji vakillari uchun o'zgarishlar yilidir. Ammo endi siz shamol ixtiyoridagi odam emassiz, uni boshqaruvchisiz. Tasodif tuyulgan barcha voqealar sizni aynan kerak bo'lgan joyga olib boradi. 2026-yil shiori: men barqarorlikni izlamayman, tinchlik beradigan harakatni o'zim yarataman. Eng omadli davrlar fevral, may va oktyabr oylaridir. Muhim uchrashuvlar va karyera sakrashlari uchun eng zo'r oylardir. Egizaklar burjida tug'ilgan ayollar uchun 2026-yil bashorati. 2026-yil ayol egizaklar burji vakillari uchun ilhom bilan yozilayotgan hayajonli kitobga o'xshaydi. Tezkor, yorqin va kutilmagan burilishlar bilan. O'tmish sizni qo'yib yuboradi. Nihoyat yengillik his qilasiz. Bu yil tanlovlar yilidir. Qanday bo'lishi kerak emas, men qanday xohlayman degan tamoyil kuchayadi. Ishlarda kenglik paydo bo'ladi. Yo'nalishni o'zgartirish, zerikarli loyihadan chiqish, o'z biznesingizni boshlash yoki chin dildan yoqadigan mashg'ulot bilan shug'ullanish imkoniyati bo'ladi. Yangi odamlar, yangi imkoniyatlar sizni o'rningizdan qo'zg'atadi. Moliyada barqarorlik, moslashuvchanlik orqali keladi. Muhabbatda sokinlik va samimiylik. Siz o'zingizni yashirishni to'xtatasiz va aynan shunda sizni haqiqiyligingiz uchun qadrlaydigan insonlar yaqinlashadi. Er-xotinlarda ishonch va chuqur hislar paydo bo'ladi. Yolg'izlar o'zingiz bo'lishingiz mumkin bo'lgan odam bilan uchrashasiz. Yilning asosiy sinovi ichki tartibsizlikdir. Ko'p g'oyalar, ko'p yo'nalishlar, ammo 2026-yil sizga ustuvorlikni qo'rquvdan emas, o'zingizni sevishdan kelib tanlashni o'rgatadi. Yil oxirida siz tabassum bilan shuni his qilasiz. O'zgarishlarda o'zingizni yo'qotmadingiz. Nihoyat uchishingizni boshqarishni o'rgandingiz. Egizaklar burjida tug'ilgan erkaklar uchun 2026-yil bashorati. 2026-yil erkak egizaklar burji vakillari uchun hayot sizning ritmingizga moslashadigan yildir. Dunyo tezlashadi, voqealar almashadi, ammo siz charchoq emas, aynan hayajon his qilasiz. Ko'plar ish joyini yoki hatto yashash mamlakatini o'zgartirishi mumkin. Kimdir o'z loyihasini boshlaydi, kimdir orzu qilgan mashg'ulotini topadi. Eng muhimi, o'tmishga faqat odat bo'lgani uchun yopishib olmaslikdir. Pul aqliy mehnatdan, ijoddan, kommunikatsiyadan, texnologiyadan keladi. Bitta muhim talab: har yerda bo'lishga urinmang. Energiya cheksiz emasdir. Muhabbatda hech qanday o'yinlarsiz ochiq, rost munosabat. Agar juftligingizda ishonch bo'lsa, 2026-yil uni mustahkamlaydi. Agar munosabat tugagan bo'lsa, sokin, og'riqsiz tarzda ketasiz. Yolg'izlar, sizni aql, samimiylik va imkoniyatlari bilan tortadigan insonni uchratishingiz mumkin. Yilning asosiy sabog'i tashqi shovqin emas, o'z ovozingizni eshitish. Sizga ko'plab yo'llar taklif qilinadi, lekin haqiqiy yo'l hayot sizning ichingizda jonlangan joydir. 2026-yil uchun egizaklar burji vakillari sevgi bashorati. Sevgi 2026-yilda egizaklar burji vakillari uchun shou emas, qalb bilan halol suhbat bo'ladi. Siz niqob taqishdan, tuyg'ularni yashirishdan, qulay odam bo'lishdan charchagansiz. Juftliklarda yangilanish,
orzular, istaklar, xafagarchiliklar haqida ochiq gapirish ehtiyoji tug'iladi. Bu esa munosabatlarni chuqurlashtiradi. Faqat odatga tayanib turgan juftliklar esa tinch ajralishga qaror qilishi mumkin. Yolg'izlar hayotga yengillik olib kiruvchi inson bilan tanishadi. Muloqot erkin, kulgu tabiiy, yonida bo'lish huzurli. 2026-yil halollikni talab qiladi. Menga mos kelmaydigan odamga yolg'on va va'dalar berish emas, chin hislar bilan yashash muhim bo'ladi. 2026-yil uchun egizaklar burji vakillari moliyaviy bashorati. 2026-yilda egizaklar burji vakillarining moliyasi siz belgilagan qoidalarga ko'ra harakat qiladi. Agar vaqtida ularga ega chiqilsa, pul sizga g'oya, harakat, odamlar orqali keladi. Freelance, media, ta'lim, IT, muzokaralar, ijodiy yo'nalishlar eng qulay yo'nalishlardir. Yilning eng katta xavfi parchalanish. 5 loyihani boshlab bittasini ham tugatmaslik mumkin. 2026-yil esa natijani qadrlaydi. Yil boshida daromad oshadi, ammo shoshilinch xarajatlar xavfi mavjud. To'plashni, jamg'armani o'rganish muhimdir. Yil davomida sheriklar, umumiy bizneslar paydo bo'lishi mumkin. Hujjatlar va raqamlarni tekshirish zarurdir. Yil oxiriga kelib pul oqimi barqarorlashadi. Siz mablag'ni boshqarishni o'rganasiz. 2026-yil uchun egizaklar burji vakillari sog'lik bashorati. 2026-yilda sog'liqning asosiy mezoni to'xtay olishdir. Ideyalar ko'p, ishlar ko'p, surat baland. Bu esa asab tizimini charchatishi mumkin. Belgilarga e'tibor bering. Charchoq, uyqusizlik, konsentratsiya yo'qolishi, asabiylik tananing sizni ogohlantirishidir. Tiklanish rejasini jiddiy qabul qiling. Uyqu, suv, sayr, yoga, cho'zilish, nafas mashqlari majburiydir. Bahor va yozda energiya sakrashi bo'ladi. Ba'zan juda faol, ba'zan sust. Bu davrda eng yaxshi yo'l mo'tadillik va rejimdir. Yil oxiriga borib tanangiz va miyangiz uyg'un ishlashini his qilasiz. 2026-yil sizga shuni ko'rsatadiki, o'zingizga g'amxo'rlik qilish hayotni to'xtatish emas, balki uni chuqurroq yashashdir. Bu yil sizning ovozingiz nihoyat balandroq eshitiladi. Boshqalarga emas, avvalo o'zingizga. Siz o'zingizga xotirjamlik, o'zlik va aniq yo'l yaratishga muvaffaq bo'lasiz. Va eng go'zali, siz hech kimni taqlid qilmagan holda aynan o'zingiz bo'lib g'alaba qozonasiz. Do'stlar, mana shu bilan biz egizaklar burji vakillari uchun 2026-yilning yulduzlar bashoratini birgalikda ko'rdik. Har bir egizaklar burji vakili uchun hayotning turli sohalarida o'ziga xos imkoniyatlar va sinovlar bor. Eng asosiysi hayotingizni o'zingiz boshqarishingiz, bashoratlarni esa yo'l yo'riq sifatida qabul qilishingizdir. Aslida taqdir Allohning qo'lida. Har bir natija esa bizning niyatimiz va mehnatimizga bog'liqdir. Demak, bizning hayotimizdagi haqiqiy burj va yo'lboshchi bu iymonimiz, sabrimiz va yaxshi amallarimizdir. Shu yilda qaysi burj vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz uchun eng muhimi oilangizni qadrlash, sog'lig'ingizga e'tibor berish, mehnatni davom ettirish va duolardan charchamaslikdir. Chunki duo mo'minning qurolidir. Aziz do'stlar, sizlardan bir iltimosim bor. Kommentariyda qaysi burj vakilisiz va sizni qaysi qism eng ko'p qiziqtirdi, shuni yozib qoldiring. Bu bizga keyingi videolarni yanada qiziqarli va sizga foydali qilishimizga yordam beradi. Do'stlar, kanalimizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlab obuna bo'ling. Yakunda hammangizga shunday duo qilaman. Yangi yil sizga baraka, tinchlik, sog'lik va qalbingizga orom olib kelsin. Alloh sizni xayrli yo'llarda asrasin va barcha ezgu niyatlaringizni amalga oshirsin. Assalomu alaykum va yana ko'rishguncha xayr, aziz do'stlar.